Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana biz bilan yana navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni Farg'ona viloyati Furqat tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamizning razmeri eniga 340, bo'yiga 4 metr. Qalin darvozalarimizdan, arkali darvozalarimizdan 108 lis bosilib, o'rtasiga stiklavata bosilib, cho'tirlis bosilgan. Profillariga keladigan bo'lsak, profillari poni 6 ga 4, qalinligi 1,5 stenkada bo'lgan. O ikki chaspaklari ham qalinligi o'sha 1,5 stenkadagi chaspak qalin. Darvozamiz do'stlar ma'qul kelgan bo'lsa, zakaz qilsalaring kvadrat metri 1,300,000 so'mdan zakazga o'rnatib beraveramiz. Zamogimiz bir zamok. Stokalari 12 ga 8, 12 ga 8 da mana cho'tirlis bilan o'rab chiqqanmiz. Ikkala tarafga mana tepasi mana 50 sm rishotka bo'lgan. Havo aylanib tuzilmagisi uchun o'sha rishotka qilib berdik. Darvozamizni past qismiga o'sha chivillar qo'yib berdik. Mashina kirganda ezilib yomon bo'lib ketmasligi uchun o'sha chivillar qo'yib berdik akamizga. Darvozamiz ochilib bekilishlari ham fotograflarini ko'rsatamiz. Mana zamogimiz bir zamok. Do'stlar, darvozamiz orqa taraf zatorini tashidan qo'yib berdik. Tashidan qo'yib bering degandik. Darvozamiz ochilib turgan holati yurtdoshlar mana. Ishimiz yoqqan bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. O'lchab zakazga o'rnatib beraveramiz. Darvozamiz kraskasiga 2 yil garantiyasi bor. Postlab ko'chib ketsa. Mana vatandoshlar, darvozamiz. Darvoza kerak bo'lsa bexijolat ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Samandar qishlog'i.